akada. Videoga olmasanglar bo'lardi. Hop, qarzing qachon berasan? Qilib beraman, aka. Qachon? Beshinchiga qilib beraman, aka. Akam sizlarda ish qarzlari bor. 4,5 ming qarzi bor. Tushundimmi aka sizlarni? 2014-yil Spark mashinam bor. Menimcha 4,5 ming dollar ketib qoladi. Nomiga o'tkazib beraman. Akam bilan o'yinlovchi bo'ladi. Bo'ladi, ovur. Hop. Kelishdi bo'lmasa. Kelishdi, boshdan kalti ichida. Aka, men sizga o'zi kimman? Ukamsan? Akani muammosi, ukani muammosi. Ukani muammosi, akani muammosi. Uka hech qachon akasiga dushman emas. Mana aybimmi deb mashinangni berib yuborganing bekor bo'ldi-da. Siz o'rningizni men bo'lganim. Siz baxtga bo'lardingiz aka. Haqiga ish qilardim. Xudo xolasa, mashinani hali undan so'rlarni minamiz. Aytgancha adablik indamay qo'yavering. Ishlaganmi bolam? Ha, tinchlik. Bro, adashib kelib qopti. Adashib kelib qopti degan bolam? Ha, adajon. Adashib kelib qopti. Aka, uka, oqibatlaringga ko'z tegmasin. Ancha katta bola bo'lib qolsan. Ha, otaman. Buni hammasi sizni bergan tarbiyasi. Men nima qilsam ham siz ko'rsatgan yo'lingizdan ketyapman. Boringizga shukr otam. Eng keraklisi akam bilan meni baxtimga aka-uka urushishi mumkin, ammo dushmanlashmaydi. Talashishi mumkin, biroq begonalashmaydi.